Diqqat, diqqat. Assalomu alaykum. Toshkentdan gapiramiz. Yurtimizda soat millari 14:00 va sokin mayin yomg'ir yog'moqda. Mavzucha hammamiz hozirgi kunda ko'rib turgan Koreyadan kelgan Nozimaning o'limi haqida ozgina qisqacha o'zim tushunchamni berib ketmoqchi edim. Men bu vaziyatni bir ozgina vaqt kuzatdim, keyin vaqtim bo'lmadi, ishim ko'payib ketganidan. Va yaqin o'rtada mana 2-3 kun ichida tepadan pastgacha bo'lgan hamma ma'lumotlarni, videolarni ko'rib, qarab keldimda o'zim tushunchamni aytmoqchiman. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bu qiz hech qanaqasi osilmagan. Bu yerda o'sha Johir aytganidek qizni o'ldirishgan. Bularga fakt sifatida keltirib beradigan joyim bo'lsa, mutaxassis sifatida aytishim mumkin. Birinchi o'rinda qizni bo'g'ilganligi, ya'ni osganligi to'g'risidagi keltirilgan faktchalar. Aqlan berib qarasanglar, bo'g'ilgan aqal chizig'i bittasi bundoq tushgan, ikkinchisi bundoq tushgan, ya'ni bundoq ko'tarib tushgan. Bu yerda aniq va tiniq bizdan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Nozimani nima bilandir jism bilan o'ldirayotgan vaqtida qarshilik ko'rsatgan. Qarshilik ko'rsatgan vaqtida o'sha tilsim osilgan narsa o'z joyini yo'qotganda ko'tarilgan vaqtida, ya'ni tepadagi erkak kishi buni qilgan, 100% bo'lgan odam erkak kishi bo'lgan. Boshqatdan yana tortgan vaqtida bu jism o'zini yo'nalishini o'zgartirib tepaga chiqib qo'ygan va ikkinchi chiziqni paydo qilib qo'ygan. Bu birinchi fakt. Ikkinchi fakt esa bu yerda aham berib qaragan bo'lsanglar, yuzida, qo'llarida mayda-mayda chaniqchalar. Bu savol, chaniqchalar qayerdan kelgan degan savolga men bu rasmni yaqinlashtirib, yaqindan ko'rib qaradim, zoom qilib. Bu yerda aniq-tiniq tirnoq izlari. Глубокий, не расширенный, ya'ni chuqur va kengaymagan barmoq izlari. Bu barmoq izlari 100% ayol kishiga tegishli. Bu yerda bir narsani tushunish mumkinki, liba Nozima biron bir joyda ayol kishilar urushib kelib, yulishib kelib, uyda o'ldirilgan. Eli bo'lmasa, uyini o'zida agar haqiqatan o'ldirilgan bo'lsa, uyini o'zida ayol kishi bilan urushib, yonida erkak kishi bo'lgan va o'sha erkak kishi tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan. Bu narsalarni bu явный fakt. Buni yashirish kerak emas, yashirish to'g'ri ham kelmaydi. Mana shu narsa bo'lyapti. Va yana bu yerda bir narsani uyg'unlik keltirib ketmoqchiman. Chuqur ma'noda Johir aytdi, uyushgan guruh dedi. Bu gapiga men 100% qo'shilaman. Bu haqiqatdan ham uyushgan guruh bo'lishi mumkin. Tak. Yana nima? 2010-yillardan beri bizning o'zbek biznesmenlarimiz, aka-uka opalarimiz ko'p vaqtlardan beri Rossiya federatsiyalarida, Qozog'istonlarda har xil klublar ochib, kafelar ochib qizlarni ishlatadi. Bizning o'zbek qizlar o'tib boradi, chiroyli kiyinib, takoy klientlarni aldab, suldab barga ishlashadi. Pul, ya'ni barni hisobini to'ldirish maqsadida. Kelgan erkaklarni ko'nglini oladi, xushlaydi va barga ishlaydi asosan. Barni ovqat ko'p zakaz qiladi, ko'p yeyib ishtirishadi va pul qimmat tashib ketishadi, katta pul tashib ketishadi. Rossiyada ham Qozog'da ham shunaqa asosan. Va Koreyada sal boshqaroq tema. Koreyada klubdan ko'ra o'tda asosiy biznes koreyskiy karaoke. Ya'ni biz O'zbekistonda ham, Toshkentda ham hozir ochilgan, 2-3 joylarda shunaqa Koreya karaokelari. Bu yerda qanaqa narsa? Biznes sal boshqa yoziladi. Karaokega 4-5 ta odam dam olgani kelsa, ularning oldiga 10-15 ta qiz chiqadi, takoy kiyimlarda, qichiq kiyimlarda. Va siz tanlab olasiz. San tanlab olgan qizingiz sizni oldingizda o'tirib, sizlar birga yeb, ichib, ko'nglingizni xushlab, bittalik qilib, o'ynab, kulib, qo'shiq aytib, sizni kuldirib, xuddi shunaqa ko'p ovqat yedirib, ko'p zakaz qildirib, oxirida esa 18+ o'sha karaokening o'zining ichida o'zlariga tegishli bo'lgan spalni xonalari bor. Va o'sha joyga kirib ketishib, ko'ngil xushlik qilishib, odamlarning ko'nglini olib taqab ketishadi. Va bu holatlarda zavideniya bilan, rahbar bilan ishchilar o'rtasida do'g'ri tuziladi.
qanaqa do'gur? 50-50 do'gur, либо 70-30, 75-25 degandek do'gurlar tuziladi. Men, как сказать, tushunishim bo'yicha mana shunaqa ishlar bo'lib ketgan, keyinchalik qarshilik bo'lgan, keyin Sammanga borga bo'lgan, keyin u yerda o'sha Sherzod ismli yigiti, ya'ni eriman deydi, u yoq bu yoq deydi. Ular shu bola bilan o'rtasida tushunmovchilik bo'lib ketgan va bu yerda boshqa shaxslarning aralashuviga men prosta aytishim mumkin, bu yerda hamma o'zini ko'tini yopyapti. Da to'g'ri ishchilar o'zini ko'tini yopyapti. Bu yerda hammaning o'zining ishi bor, vazifasi bor. Men ko'pchilik bilan gaplashganman, suhbatlashganman, aytadi-da, Koreyaga borsangda o'z aptikda bolalar bor deydi, o'sha san ish topib beradi deydi. O'sha hisobga san birinchi oyligingni 50%, 51 polni hammasini berasan deydi. O'sha sani o'rniga yugur qilib deydi, hujjatbozlik qilib beradi, hujjat to'g'rilab beradi va sen o'sha ishlaysan deydi. Va o'sha odamlar ular oldiga kelar ekanda, bular pul so'rar ekanda. Menga der ekan, buncha yuan ber, menga buncha pul ber, menga buncha pul ber, menga buncha dollar ber der ekanda. Bermasa, men seni ishdan bo'shatib yuboraman. Sen bu yerdan chiqib ketasan, Koreyada ishlay olmaysan. Masalan, unda bunday qoraman, do'q popsa qilar ekanlar. Tushunasizlarmi? Bu yerda vaziyat nima bo'lyapti? Vaziyat bu yerda boshqa Johir aytganidek, uyushgan guruh. Bular o'sha yerda borib, joylashib, o'tirib, o'z yo'llarini topib olgan. Ishlamasa, shu Toshkentdan, O'zbekistondan qayerdan kim kelayotgan bo'lsa, shularga ish topib berib, ishlatib, men senga ish topib berdim, sen menga долженsan degan ma'noda ularni prosta do'lay qo'yib qo'yadi. Ular yotib turadi, uxlaydi. Qarabsizki, haligi negr bo'lib ishlayotgan shaxslardan ularning kosasiga pul kap qilib turadi. Shu gap. Johir to'g'ri yo'ldasiz. Gazini bosing, shaxsan men va O'zbekiston xalqi siz tomonda. Omad ishinglarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.